Ba'zi bir insonlar beli og'rib qolsa, voy men grija bo'lib qolibman deb o'ylashadi. Ularning xayolida bel og'rig'ini faqatgina umurtqa grijasi beradi. Aslida bel og'rig'ini eng ko'p keltirib chiqaradigan sabab bu miofassalniy sindrom hisoblanadi. Qolgan sabablarga nisbatan 80% ga ko'p uchraydi. Sizda ham miofassalniy sindrom bor yo'qligini qanaqa bilib olsangiz bo'ladi? Miofassalniy sindrom degani muskullar og'rig'i. Muskul og'rig'ining xarakteri qanaqa bo'ladi? O'tkir bo'lmaydi, sekin, noyishi, такой diskomfort bo'lib turadi. Ba'zida achishuvchi ham bo'lishi mumkin. Lokalniy og'riq bo'ladi, ya'ni ayni bir joyda bo'ladi, oyoqqa, qo'lga, boshqa joylarga bermaydi. Bitta pozada uzoq vaqt qolib ketsangiz, ko'p o'tirsangiz yoki ko'p engashib qolsangiz yoki shamollatsangiz, sovuq tegib qolsa ham og'riq paydo bo'lishi mumkin. O'sha og'rigan muskulga bosganingizda, harakat qildirgan paytingizda ham og'riq kuchayishi mumkin. Bu o'sha miofassalniy sindromni belgisi hisoblanadi. Agar sizni og'rig'ingizni sababi miofassalniy sindrom bo'lsa, massajdan keyin ancha yengil bo'ladi og'riqlar va rastяжка, cho'ziluvchi mashqlar qilganingizda unga issiqlik yoqadi. Ya'ni issiqlik qo'ysangiz, grelka qo'ysangiz yengillashadi, bo'shashadi. Shunaqa qilib miofassalniy sindromni tekshirib olsangiz bo'ladi.